qancha ulug' insonlar keldilar-u, yashab, ijod qilib, umr guzaronlik qilishdi va bu dunyoni tark etishdi. Lekin ularning o'rnini albatta yosh avlod egalladi. Anzirat, ruxsat et, bitta tushiray. Mana shu iborani eshitishi bilan har bitta o'zbek tomoshabinining ko'z o'ngida hassos san'atkor, O'zbekiston xalq artisti G'ani A'zamov albatta gavdalanmasdan iloji yo'q. G'ani A'zamov 1909-yili Toshkentning Xasti Imom mahallasida tug'ilgan. Qizig'i, u ko'pchilik singari san'at dargohlarida o'qimagan. Lekin shunga qaramay, unda savqi tabiiy iste'dod bor edi. Mana shu iste'dod uni san'at dunyosiga yetakladi. Meni birov bunaqa artist bo'ling deb olib kelgani ham yo'q. Endi buni ochig'i boshlanib shundan iborat bo'lganki, bu 1927-28-yillar men muallimlik qilganman. Bizlarni chaqirib idoralarda, masalan, fabrikalarda shu naqani haliga tarbiyot qilish kerak, shu o'qitish kerak. Men davlat truppasiga boraman dedim. Bir kun haliga Hindiston haqida Bombay degan bir pyesa bo'ladi. O'shani o'ynab turishadi. Men hali kulis deymiz sahnani yoni. Shu yerda tomosha qilib, artistlarning o'ynaganiga qarab turdim. Ommaviy sahna. O'sha vaqtda bir Hoji Siddiq degan komigimiz bor edi. Juda yaxshi hozirjavob, ancha aqlli, shunaqa odam edi. Komik edi. U meni sahnaga qarab itarib O'zimni nima qilishimni bilmasdan yo'qotib qo'ydim. Hammasi ular aralashib ketib, shu bilan sahnadan qochib chiqdim. Ana shundan ta'sirlanib artist bo'lib qoldim. Bir paytlar Hoji Siddiq Islomov, Mirshohid Miroqilov sahnaga shunday chiqqanda, bittasi uzun bo'yli bo'lgan ekan, bittasi past bo'yli bo'lgan ekanda, sahnaga chiqqanda zalda kulgi ko'tarilar ekan. Ya'ni ulardan keyin bevosita aytishimiz mumkinki, G'ani akam shunday chiqqanda ham qarsak bo'lardi. G'ani A'zamov teatrda ko'plab obrazlarni yaratdi. Chin muhabbatda Arslon Sher, Ayajonlarimda Ashurali, Kelinlar qo'zg'olonida O'rinboy, Uylanishda Anuchkin, Ikki boyga bir malayda Hamro, Revizorda Babchinskiy, Gang daryosining qizida Nabinkalining eri, Boyla xizmatchida Domulla, Qutlug' qonda Qambar. G'ani akam o'ziga katta bir haykal qo'yib ketdi odam. O'zini janri bo'yicha buyuk shaxs edi. Mana shu Shukur Burxonovday, Olimxo'jayevday katta san'atkorlar oldida kichkina bir jusasi, kichkina bir ozg'ingina bir odam komediya janrida o'zlarini topganlari bu bir alohida bir o'ringa ega. Mana qish kelyapti. Qishni uzun tuniday tun olamda bo'lmaydi. O'rtoqlarim mendan xotinini qizg'anadi. Budaginam ruxsat et. Bir boshimni ikkita qilay. Bitta tambaram kerak. Budaginam. Mana boylar xizmatchini olaylik. Boylar xizmatchini shunaqa endi qiyomida o'ynashganki, ayniqsa domla rolini adam o'ynagan juda me'yoriga yetkazganlar. G'ani A'zamovni eng ijro qilgan shoh asarlaridan biri Erkin Vohidovning Oltin devor spektaklidagi Mo'min roli. Mana bu o'sha paytlardan beri saqlanib qolgan teatrimizda o'sha xum, mana bu o'sha qiyiqcha, mana bu o'sha arqon, mana o'sha kalish va mana
o'sha. Endi mana bu rekvizitga nazar tashlang. Bu G'anakamlarni doktor chaqirilgan paytdagi sahnasi esingizda bo'lsa, Hasanboy Yunusov mana shu shprits bilan, bahaybat shprits bilan G'anakamlarni ukol qilmoqchi bo'ladi. Ana bu sahna menimcha tomoshabinni ko'z o'ngida hamisha saqlanib turadi, hech qachon unutilmaydi. Gastrolda yursak, avtobusda. Biz endi yosh edik, nima, men endi teatrga kirgan 21 yoshda edim. Endi o'sha paytda biz magazinlarni yaxshi ko'rardik. G'anakam sekin shofyorga aytardi: "Anu magazinni oldidan to'xtat. Qizlarimiz magazinga kirishadi", derdilar. Biz magazinga kirardik, xarid qilardik bu narsani. G'anakam poylab o'tirardilar. Qarang, shunchalarga yoshlarga hurmatlari, shu yoshlar nimagadir qiziqadi-yu, shularni bo'lmasa boshqa odam aytsa bo'ladi. Hech qanaqa magazin yo'q, to'g'ri yuringlar. Qani ketik desa ham bo'ladi-yu. Yo'q, ular aytadi: "To'xtat, mana shu magazin bor, qizlar magazinga kir." Qizlar magazin deb qo'yardilar. Qizlar otalarga mehribon bo'ladi deyishadi-ku. Sen aytkin, men jiniman. Bir kuni teatrga kelsam, aytishdiki, G'anaka seni so'rayapti deyishdi. Oldilariga kirsam, o'tiribdilar, so'rashib, G'anaka tinchlikmi desam, endi gap bunday o'g'lim dedilar. O'sha paytda Oltin devorda Nodir rolini marhum san'atkorimiz, O'zbekiston xalq artisti Hojiakbar aka Nurmatov ijro etardilar. Endi Hojiakbar akang katta bo'lib qoldi, shu rolga seni mo'ljallayapman dedilar. Rozimisan dedilar. Men aytdim, rozimisan so'zni gapirmang dedim. Men roziman dedim. Zero spektakl jonli va omadli chiqishida bir ijodkorning ta'sir doirasi, mahorati, iste'dodi qanchalik muhimligini o'z timsolida isbotlay oldi. Tabiiy harakatlar, so'zlar ohangidagi kinoya, hazil mutoyiba, chinakam aktyorlik topilmalari va ijrolarning mukammalligi Oltin devorning beqiyos san'at asari darajasiga ko'tarilishiga omil bo'lgan. Fidoyi ishlashdi deb bo'ladi. Bular yoshligilar hammalari. Bular to'yni bilmadi, boshqani bilishmadi. Faqat kino studiya, teatr, haligi dublyaj, mashg'ulotlardan ortishmasdi. Repetitsiya, kechasi alla mahalda borardilar, hamma narsaga ulgurardilar. Ular dam olish nima ekanligini bilmaganlar. Menga qara. Agar shu mashinadan bir qadam jiladirgan bo'lsang, kuningni ko'rsatib qo'yaman. Tushundingmi? O'sha shalpon qulog'ingga borib aytib qo'ygan. Voy boshima. Voy boshima ko'rgan kunimsan. Shuma. Shoshmay tur. Boshlar irib, oq biye. Bir gün not yok diye günlatın taşkan Kale, oche, var, böyle. Qayoqqa olib ketyapsiz? Yur, keyin bilasan. To'xta. Assalomu alaykum bujonlarim. Tinchlikmi? Bunda yotiq bilan tushuntirsanglar-chi, nima bo'lyapti o'zi? Olmat, Labey, qani bir tushirchi. xo'p bo'ladi. Voy! Nega urasiz meni? Yerdan chiqaman, qilashib ko'rchi. Nima gap? Hazrat, yana bir tushiraymi? G'ani Azamovga o'xshagan hokisor, samimiy san'atkorlarning teatrda, kinoda yaratgan obrazlari yoshlarimizga chinakam ijod maktabi bo'lsa, biz eslagan va tildan tilga ko'chadigan ajoyib hislatlari,
kamtarona insoniy fazilatlari esa hayot maktabi vazifasini o'taydi. Zero bu san'at ustasining chinakam mohirlik bilan yaratib ketgan mahorat maktabidir. G'ani A'zamov kabi san'at ustalarining hayotini o'rganar ekanmiz, aktyorning shon-shuhrat, obro' uchun emas, san'atga fidoyilik bilan xizmat qilganiga guvoh bo'lamiz. Odamlar orasidami yoki qaysidir bir yig'indami G'ani A'zamov haqida so'z ketar ekan, albatta har bitta insonni chehrasida tabassum, dilida quvonch paydo bo'ladi. Lekin men G'ani akamni umrini oxirgi yillarida qanchalar bilgan bo'lsam, bu odamday hayotda jiddiy insonni ko'rmaganman. Nafaqat san'atda, qolaversa hayotda ham barcha insonga o'rnak bo'la oladigan darajada juda ko'plab ishlarni qilgan. Masalan, oilasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana ikkita o'g'il, ikkita qizni tarbiyalab voyaga yetkazdilar. Ularga ilm va nujum berib, hayotda o'z o'rnini topishi uchun ko'makdosh bo'ldilar. Endi nabiralarga keladigan bo'lsak, ularning soni 30 dan oshiq. Chevaralarchi, ularni hozir son sanog'i yo'q. Yashash uchun berilgan imkoniyat fursatlar bilan emas, balki qilingan ezgu ishlar bilan o'lchanishi bor gap. Lekin bu fikr eski bo'lsa-da siyqasi chiqmagan. Har bir inson o'z hayotida uni yangilashi, jilo berishi mumkin. Faqat o'tayotgan vaqtni ilg'ash va unga to'g'ri munosabatda bo'lishga ulgurish kerak. Garchi hozir oramizda bo'lmasa-da, bag'rikeng inson, O'zbekiston xalq artisti G'ani A'zamovning hayotida, undagi lavhalarda yaxshilik yonib turganini his etish qiyin emas.